Voy, yomon o'qiyapti-ga. O'zi ham vashsha o'qigan, bildingmi? Gapirma, qanchaga ishladi? Qarang. Почти $1000. Biz yopiq yangi go'sht. Hamma o'zining pozitsiyasida. Tezlashtiramiz. Yomonsan. Sen yomonsan, Shahboz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Hurmat aka, yaxshimisiz? Charchamayapsan? Mashina buzilib qoldimi akajon? Ha, ko'rmaysizmi? Yordam berishim mumkin aka? Yaxshi bo'lardi aka, tushunsangiz. Ha, mehmon ekansiz-da? Ha, aka viloyatdan. Ha, yaxshi akajon. Rechiga qilamiz, keldik. Benzin tugamaganmi? Benzini bor aka. Benzin yaxshi bo'lsa. Akkumulyator o'chmaganmi? Yo'q, akkumulyatordan yangilagandik. Ha, Yandex qilasizmi? Ha, Yandex qilamiz aka, rechiga qilamiz. Mashina ham arendasi turibdi. Ha. Ona operatsiyasiga hozir odam bo'lsin. Qarang, xohlasangiz, bu yon tarafda usta bor. Taksida borib olib kelsangiz bo'ladi. Yo'q, bu tarafga bordim, bek ekan aka. Chorsu yo'lida ham bor aka. Asosida ham bor. Ha. Akajon, ketdik. Ozgina shoshilib turdik, addushi. Charchamang. Rahmat. Hop. Hop, akajon. Hayda. O'xshadimi? Oldingmi? To'ch mashinada? Ko'proq olgansan shekilli, pastga tushib bermoqchisan. Qani qancha olding? Nimani oladi? Hozir o'g'irlik qildik-ku, oldingmi? Yo'q, olmadim. Nabarotimni oldingisini ham qo'yib qo'ydim bardacho'giga. Jinnimi, sen nimaga tashlab qo'yasan, ha? Onasi kasal ekan, eshitmadingmi? Onasi kasal bo'lsa bu nima? It! Onasi kasal ekan deyapman, tushunmayapsanmi? Ona tuqqanmi seni ham? Ha, ona tuqqan. To'g'ri, biz pul uchun hamma narsamizni sotdik, vijdonimizni ham. Lekin men onamni sotmayman. Yıldız yatağından kalkar bu aşkı duysa, ne canlar verdim neyine yetmiyorsa, gün gelip de kader hesabını sorsa, çek cezan senin aşktan anladım buysa, benden sonra kimse değerini biçemez.